4 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 4 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, asosiy valyutalar dollar, yevro va funt sterlingning qiymati pasaygan. AQSh dollari 32,75 so'mga arzonlab, 11,972,34 so'm bo'ldi. Yevro 12,14 so'mga pasayib, 13,786,15 so'm. Funt sterling 63,40 so'mga arzonlab, 15,714,89 so'm. Rossiya rubli 0,77 so'mga pasayib, 147,79 so'm. Xitoy yuani 6,51 so'mga arzonlab, 1681,23 so'm. Yapon yenasi 0,22 so'mga pasayib, 77,66 so'm. Qozoq tengesi 0,08 so'mga ko'tarilib, 22,76 so'm.